Tasavvur qiling, siz 14-asr Yevropasida tug'ilgansiz. Odamlar bu davrni la'natlangan nasllar davri deb atashadi. Siz boshqalarga o'xshab juda tez o'lib ketadigan omadsiz emassiz, lekin bu hayotdan qochib ketadigan darajada omadli ham emassiz. Siz shunchaki yaxshi oilada tug'ilmadingiz. Onangiz har kuni bu taqdirdan qutulishingizni so'rab siz uchun ibodat qiladi. Siz hali nimadan qutulishingiz kerakligini bilmasangiz ham. Otangiz esa doim uyda yo'q. U odamlarni qiynaydi. U o'z ishini ustasi. Keyin siz 2 yoshga to'lasiz. Tabriklayman, siz vabo va ocharchilikdan omon qoldingiz. Lekin vaqt kelib, shu payt halok bo'lsam bo'lar ekan degan gapni aytib, pushaymon bo'lishingiz aniq. 4 yoshga kirganingizda siz g'alati narsalarni seza boshlaysiz. Odamlar sizning uyingizga yetganda birdan yugurishni boshlaydi. Sizni uyingizga qarab dahshatli qo'rquvni his qiladi. Onangiz sizni hech qayerga olib bormaydi. Boshqa bolalar bilan o'ynashga ham ruxsat bermaydi. U aytadi, buning sababi yovvoyi hayvonlar. Lekin siz tushunasiz, haqiqiy yovvoyi hayvonlar odamlarning o'zi, chunki ular tez-tez derazangizga tosh otadi. Bir kuni siz yashirincha qishloq maydoniga borasiz. U yerda olomon to'plangan, qichqiriqlar, yig'ilar, qon hidi va qora qalpoq kiygan bir odam turibdi. Qo'lida temir asbob. Odamlar undan qo'rqadi. Yo'l beradi va siz birdan tushunasiz. Bu sizning otangiz. O'sha kecha siz u haqida haqiqatni bilib olasiz. U qo'lqopini yechadi, qo'llari chandiqqa to'la.